keksa yoshdagi ota-bobolarimiz bejiz aytmas ekan. Umr daryodek o'tib ketadi deb. Albatta azizlarim, umr bir pasda daryodek o'tib ketar ekan. Mana bu yil alhamdulillah men ham 50 yoshni qarshi oldim. Bu degani yarim asr yashadim degani. Men mana shu yarim asr yashaganimni kichkina bir she'rim bilan izohladim. Yarim asr yashadim. Yaratgan Robbimga mingdan ming shukr. 4 muccamni sog' qilib qilmadi bukor. Sog' salomat yashadim yarim asr, nozi ne'mat bilan ko'rdim qancha fasl. Bu gaplarda aytaman to'kib ko'z yoshlarim, shu kunga yetmasdan o'tdi tengdoshlarim. Yaratgan Robbimga mingdan ming shukr, ota-onam bag'rida nafas olgayman chuqur. Jigarlar berdi, hammalari mehribon, og'zida salovatu, qo'lida Qur'on. Yaratgan Robbimga mingdan ming shukr, faqat miyamda hamon bir fikr, yashabmanki hamon yarim asr, jannatga qura oldimmi bir dona qasr. Albatta azizlarim, inson qancha yashashligida emas, uni qanday yashashligida ekan gap.